Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklarini tekshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshirish komiteti qurishga chaqiriq qildi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq tashkilotlar o'rtaq imzoliq bayonot e'lon qilib, bu tekshirish o'mikida Yevropa va musulmon ellarning oson qilinishini tavsiya qildi. Kishilik huquq tashkilotlari 25 fevral ichildigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining bir qaror ma'qullab, Sharqiy Turkistonga xalqaro tekshirish o'miki avatishni talab qildi. İyi Partiya raisi Meral Akşener xanım 22 yıl burun Xitoy armiya saqchilari tarafidan qirg'in qilingan Uyg'urlar haqida ijtimoiy taratquv hisobida uchur ham bahirlandi. U uchurda Sharqiy Turkistondagi G'ulji qatlamining 22 yilligida shahid bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarimizni rahmat bilan yod etaman. Rabbim makonlarini jannat qilsin dedi. Xitoy tadqiq qilayotgan elektromagnetlik bombalarning Amerika uchun tahdid shakllantiradiganligi mulohaza qilinmoqda. İran, Shimoliy Koreya va Rossiya bu haqda tadqiqot olib berayotgan bo'lib, elektromagnetlik bombalar uchun Xitoyning mudofaa sanoatida eng ko'p mablag' ajratganligi va bir daraja tashqari davlat bo'lishda hal qilg'uch qurol sifatida qaralayotganligi ilgari surilmoqda. Rossiya mudofaa ministri o'rta masofalik yadro qurollari kelishimi kirishdan keyin Putinning buyrug'i bilan ovoz surtidan tez boshqariladigan bomba yasashga kirishganligi bildirildi. Rossiya poytaxti Moskvada bir qism savdo saroylar, maktablar, universitetlar, doktorxona va hukumat organlarida bomba uchuri sababli 30 ming kishi tarqoqlashtirildi. Elxat orqali ma'lum qilingan bomba uchuri sababli jami 30 mingdan ko'p kishining tarqoqlashtirilganligi, binolarda saqchilarning oqtirish elib borganligi bildirildi. Elxatlar chet el adresi bilan avatilgan ekan. Fransiya Gina ishchilar uyushmasi seriqchiliklarni qo'llash uchun davlat miqyosida 24 soat ish tashlaydiganligini e'lon qildi. Davlat miqyosida 160 shahar va yezida ko'chalarga to'kilgan Gina ishchilar uyushmasi a'zolari va seriqchiliklar poytaxt Parijda birlikda yurish olib bordi.